Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Bugungi manzil Farg'ona shahari, Shodiyona mahallasi, Ismoiljon doktor shundoqqina orqasida 6 sotilik, 2 qavatlik, high-tech usulda qurilgan uyimiz sotilyapti. Uyda holatlari zo'r. Endi men maqtamayman aka, kelib ko'rasiz. Bu uyda inshaalloh uy bizga o'tgan. Xotirjamlik sotaveramiz aka. Mahalla asbob bo'lgan. Svet, suv, gaz ham muammo yo'q. Qo'shnilari tilloy, qarang, hammasi zo'r uylar. Mana bu tomonga qo'shimcha uy qurilyapti, qarang mana. Cho'tki qurilyapti. Bamani insonlar hatta hammasi. Ashtuki Ismoiljon doktor lokatsiyadan bitta ursangiz chiqadi. Shunda oldida uy joylashgan. Ko'ring. Uyimiz endi cho'tki qurilgan. Holati zo'r. Oldida zeleniy zona bor, archalar ekilgan. O'sha Atachento qilingan fasad aka. Atachento. Kiramiz. Kirganda o'zining kattagina darvozaxonasi bor ekan. Dit bilan remont qilingan. Atelab Koreyadan ukalarimiz mana shu toshni olib keltirgan mana. Maramir toshda Koreyadan olib keltirilgan. Eshiklari tevaga chiqib tushadi yondan. Tevalari panorama tom. Endi o tevani yuvsak toza bo'ladi, shunday bulut ko'rinib turadi. Qarang. Endi bak zeleniy zona haqiqiy zeleniy zona shuni aytiladi mana. Gazonlar ekildi, xudo xolasa yomg'ir bitta yog'sa, yam-yashil bo'lib chiqadi. Mo'la bor, adeniy qorong'ida yonadi mo'la. Hozir ofto undan bir video qilamiz. Bu yonadi qorong'ida. Gullarni qarang, cho'tki. O'zini alohida yo'lak qilingan mana. Holatlari zo'r. Qimmat yo'llar ekilgan. Mana qarang, devorga qarang. Och svetda rang berilgan. Atrofida mayda toshlar terib qo'yilgan. Qorong'ida svetda yoqsiz lak bo'lib yonadigan joy. Endi xudo xolasa, endi bat ayvon tushuntiramiz. Xudo xolasa yaxshi inshaalloh qaysidir baxtli inson shu uyni oladi xudo xolasa. Batga stolni qo'yib, oilaviy mazza qilib o'tirasiz. Batga suv to'ldirib qo'ysangiz, basenda mazza qilib cho'milasiz. Hamda uni orqa tomonida mana shu uy to'y podval qismi bor. Endi birma-bir kiramiz uyda ichilariga. Svet, suv, gaz bor. Suvni olsak mana fontan pun chaqchiladi hozir. O'sha sandagi ishlarni olib borilyapti. Lekin ishlab turadi hozir. Biz qo'yib suvdi. Mana bu yerda yo'lak bor, keling mana aka. Mana. Endi bu tomonda akamiz korobka holatda tashqi fasad bitgan, ichki fasadini o'zingiz xohlagandaqa dizizdaqa remont qilasiz. Tayyor mana gazoblokda qilingan, koreyskida rodon urilgan, shpaklokka urib, attachment qilasizmi, obloy qilasizmi, oddiy asfalt qilasizmi, laminat pol qilasizmi, bu sizning ishingiz. Birinchi qadam. O'zini alohida hojatxona hamda hammom bor. Endi bu uyda ichida kiradigan kod qilingan, kiraveramiz mana. Kattagina mehmonxona, o'zini alohida eshigi bor, hamda buni ham tomonda sanuzel bor. Yoki sanuzel yoki oshxona qilib qo'yasiz. Xo'p, bu tomonda eshigimiz bor, hamda yana yurish davom etamiz. Bismillah. Endi bak 5 paqir-saqir qo'ygan joy. Ikkinchi qavat yo'lagimiz bor. Hamda mana eshikdan to'g'ri kirib kelish, mana kirasiz. Katta hol. Panorama aynak, mana bemalol ugolovni qo'yib, chiroyli remont qilasiz. Mana shu yerda xotirjam o'talardan fil almashib o'tirgan joy. Bu tomonda o'zi alohida eshigi bor mana. Kelamiz, chiqaveraylik mana. Eshiklar mana. Endi bu tayrib, men o'ylabmanki, o'zimizni pol taxta deb o'ylabman. Yo'q, bu Koreyadan kelgan mahsulot ekan. Ismini bilmadim nimaligini. Kariz tushunmadim dedigini. Mana shu joy. Mana. Mana yo'lagimiz bor mana. O'sha o'zidan alohida led chiroqlari bor. Yo'q bo'lsa, madaniy yonib turadi. Endi buni qorong'ida ko'rsangiz, ishkalal joy. Attachment yangi qilindi mana xudo xolasa, panoramadan minivatlar o'sha qattig'idan deyapman mana. Bironda. Ikkinchi qavatga chiqamiz endi. Xo'p, bak yana bitta xona, yana bitta sanuzel. Bismillah. İkinci qavatga chiqamiz, hurmatli mijozlarimiz. Yana bitta xona. Tevalari minivatda, skilavda qo'yilgan, bazat qo'yilgan. Cho'tki joy. Xo'p, bismillah. Endi bak ko'tarma ikkinchi qavat. Bolaxona basu, kattaligi yaxshi. Hatto endi o'zingiz xohlagandaqa reja qilaverasiz. Mana shu aynaklar ham Koreyadan keltirilgan. O'sha panorama tom tevasi. Tevalar ham ko'rib turganingdek juda zo'r.
Chiroqlarimiz bor. Gapiramisak, gap ham yo'q. Nima deyishni bilmayman. Borda shu sharpga holatda uy. Xo'p, xonani ichidan o'tirasiz. Yana bitta sanuzel. Hamma ichi ketdilar shatta ekan mana. 7 ta sanuzelman balo. Qarang. Mana sanuzel. Katta ho'l, yana bitta. Deva qarang, mana qarang, bazat, minivat qo'yib, simrab qo'ygan, bemalol. Yana bitta katta ayvon. Teva qismi. Uzun yo'lak. Holatlari yaxshi. Ko'rasiz. Hurmatli operator. Xo'p, yana xona, sanuzel, ayvon. Hammom bola. Hammom bola, zo'r bola. Pauza qilib o'ring. Pasoda. Bilasizmi? Agarlar xulosada mana shu uyimiz sotilyapti, Farg'ona shahar Shodiyona mahallasi Ismoiljon doktorda oldida joylashgan. 6 sotik adashmasam bir 7 xona bor, 2 qavatlik, kares usulda qilingan uyimiz hayitda sotilyapti. Narxini uyda egalari 225 ming dollar deyapti. Savdolash imkoniyati bor. Mobilasiga yoqsa, telefon qilaman, olib kelamiz, 100 ming qilaman, o'zingiz baraga qilib berasiz. Bizni qo'llab-quvvatlab turgan xizmat mana Abdushi. Uyda qarang, hammaga ham shunday uylar nasib qilsin, u qadarda bizga ham.